Bugün o'qiydigan ikkinchi kitobimiz Xushxuy shahzoda. Buni angliyalik yozuvchi Oskar Wilde yozgan ekan. Buni tarjima qiluvchi Ro'shangul Tursunga. Xushxuy shahzoda aygili egiz to'rik ustida turdi ekan. Uning butun badani oltindek val baqirib turdi ekan. Ko'zlari bo'lsa go'har o'rnatılganga ko'zlari chaqnab turdi ekan. Uningki shamshirning ustiga go'har bekitilganga ummo shunchalik chaqnab ketdi ekan. Bir kuni kech bo'lay deganda bir qalg'at bu haykalning ustidan u yoqdan bu yoqqa toza uchib o'tibdi. Shuning bilan bu qalg'ach o'ylabdi-da, vah, nima degan chiroyliq. Ya bu xuddi qasrga ham o'xshaydi ekan. Men bu yerda bir kech qo'nib olaychi deb o'ylabdi-da, shahzodaning haykalning ustiga qo'nibdi. Qo'nishig'lam bir tomchi suv to'qqida tushibdi. Bu qarg'ach hayron bo'lib, deb osmon qarabdi. Osmon qarasa, yulduzlar chaqnab turibdi, bulutmi yo'q ekan. Bu suv nereden kelgandi deb turishiga yana bir tomchi suv to'qqida tushibdi. Shuni bilan osmonga yana bir qarabdi-yu, shuni his qildi-da, bu suv shahzodaning ko'z yoshiga. Shuning bilan bu qalg'ach hayron qoldi. Siz kim? deb so'rabdi. Men Xushxuy shahzoda, debdi shahzoda. Xushxuy shahzoda deysiz-yu, ajab shiqlaysiz-ya? deb so'rabdi qalg'ach. Xushxuy shahzoda gap boshlabdi. Men burun nihoyatmi chiroyli, nihoyatmi kelishgan bir shahzoda edim. Ma'lum sabablar tufaylidan o'lib ketib qoldim. Balkim koronavirus bo'lib qolgan o'xshayman shu chog'da. Shuning bilan meni uydagilarim bek yaxshi ko'radi, bo'libmi podshoh dadam bek yaxshi ko'radi. Shuning bilan mening eng chiroyli, eng asl haykalimni shu bozordagi eng nochiyaga tikladi. Mening ko'zlarimga go'hardan o'rnatdi. Hozir degan qilchimda go'har bor. Biroq men shu go'har ko'zlar orqali har xil yonza bek ko'ngilsiz ishlarni kunni ko'rib, ko'nglim bek g'ash o'tadi hozir. deb qalg'ach texim bu hikoyani texim olmoqchi ketdi-da, so'rabdi. Shundaqmi? Qandoq deysiz? debdi. Ko'rdingmi? Uyga qara, uyga debdi. Ko'rdim. U yerda kichik bolani ko'rdingmi? debdi. U kichik bola koronavirus bo'lib qopti. Uyda yeydigan yo suyi, yo tomoqi yo'q ekan, yo uning dorisimi yo'q ekan. Shunga u bola og'irib yetib ketibdi. Opisi bo'lsa, nima qilishini bilmay, ko'ngli bek yerim bo'lib, shu kuni bolasining atrofida parvona bo'lib yuradi ekan. Ko'rdingmi? Bek ichinarliq. Endi shu bolasi og'irib ketsa, opisi qandoq qilar? deb so'rabdi. Shuning bilan qalg'achning ichi og'ribdi. Lekin u bolani tunib qopti. U bola o'z vaqtida qalg'achga tosh etib faqat kun bermagan ekan. To'lib bo'lsa ketadi ekan qalg'achni. deb o'ylab qopti. Shahzoda yana gap boshlabdi. Qara, sen qilchimniki ustidagi go'harni ilib, sen oshi bolaga olib bera. Shu bola shu bir dori tepib ichib saqaysin. U bola bek yaxshi cho'ng bo'lganda bek aqlli no'jadan bo'ladi qara, debdi. Shuning bilan qalg'ach o'ylanib qilib oxiri ma'qul debdi. Shuning bilan u go'harni ilib, u bolaning opasiga olib beribdi. Opasi uni ko'rib baxush bo'lib ketibdi. Shuning bilan u go'harga jiq, dora, tomoq narsalarni akilib bolasini saqaytibdi. Shuning bilan qalg'ach yenib kelib, shahzodaning ustiga yana qo'nibdi. Debdi-da, qiziq, qara shahzoda, havo shunchalik sovuq bo'lsa-mu, mening yuragimda shunchalik issiq turdi qara, debdi. Chunki sen yaxshi qilding. Adam yaxshi qilsa-chu, yuragi ashundoq issiq turdi qara, debdi. Yana bir talabni o'tirib qo'yibdi. Qara,
depti Şahzade. Men sana yana bir işni yalvuray. Qara, o uydaki, uyni ko'rdingmi? Ko'rdim. U yerda bir bola uxlayotidi-ku. Yo'q, u uxlamadi. U aslida bek nochi bir kitob yozayotdi. Uni bolalar bek yaxshi ko'rdi qara. Lekin uningki qo'zg'i ichib ketdi. Lekin puli yo'q-ku. Shunga kitobni yozolmay holsizlanib yetib qoldi. Biz onunla yordam bermesek, o kitabını herkes tüketemeydi. Cık balla onun kitabını saklap turardı. Sen ma küzemdeki bir göherini aşının apırıp bergin bulamdı, depti. Qalğaç, o yak o'ylanıptı da, bu yak o'ylanıp. Hey, bu senin küzemdeki göherini ilip alsam, sen qandaq ko'rasan, depti. Hechqisi yo'q, hechqisi yo'q. Men rozi ko'zamdagi go'harni ilib shuni opirib bergina Qalg'och o'tinay debdi. Qalg'och amalsizlikdan ma'qul deb uning ko'ziga go'harni ilib u bolaga opirib beribdi-da ustining ustiga tokkada tashlabdi. U bola ko'zini ichib qarasa, oldida bir yeshil yoqut tug'dek. Shuning bilan u bola yeshil yoqutni ilib uyiga har xil yeydigan narsani akiribdi, qaytadan kuch paydo bo'libdi. Shuning bilan jiq bolalarga nurg'un yaxshi kitoblarni yezib beribdi. Qalg'och qaytib kelibdi. Shahzoda yana turib ketib, Qalg'ochga gap boshlabdi. Ey Qalg'och, bu mening eng oxirgi talabim san qo'ydigan debdikan Qalg'och. Ha, yana nima talabing bor? Debdi. Qara, mana mening haykalimning ostida turgan qizni ko'rdingmi? Ha, ko'rdim. U qizal sarang sitiyotdi-ku. Hava shunchalik sovuq, bechora qizlar bugun bir kun bir damla sarang sotamadi. U qiz qo'llari ushib, hamma muzlab ketdi. U qiz hozirmi o'tirdi qara? Debdi. Ha, undaqsi nima bo'pti? Uning dadasi uyda saqlab o'tirdi. Uning dadasi pek ig'ir kasal. U qiz bugun azroq pul tepib, dadasiga yeydigan narsani ilib kirmasa, ularning uyida o't qilaydigan o'tinmi yo'q? Ular muzlab o'lib qolishi mumkin, debdi. Shuning bilan Qalg'ochning ichi og'rib ketibdi. Shahzoda debdi-da, sen ma ko'zimni ilib shu qizga bergina, debdi. Gerçi Qalg'och buni qilishni xohlamagan bo'lsa-mu, shahzodaga buzgilanmay ma'qul deb uning ko'ziniki go'harni bu qizga beribdi. Bu qiz, "Wow, ajab chiroyli toshgan-a bu. Dadam olib beraychi" deb xo'shalligidan yugurib uyga qarab menibdi. Shuning bilan u qiz uyga berib, u go'harlarga jiq narsalarni ilib yeb, dadasi saqayibdi, u qizim saqayib nihoyat xushal bo'libdi. Shuning bilan Qalg'och bek yerib ketibdi. Bu yerda birdan uxlab olay, atlikka yana mansam bo'la deb uxlab qoldi. Lekin Qalg'och ketmabdi. Shuning bilan shu Qalg'och mushu shahzodaning yanida cho'glab yuribdi. Nemishqa demaysizlar? Chunki Qalg'och bu shahzoda shunchalik yaxshi ekan. Buni yolg'iz tashlab qo'ysam qanday bo'ldi? Ben buning yaqin do'sti bo'lishim kerak deb onun bilan mangu yaxshi do'st bo'lib qoldi. Shuning bilan bugungi hikoyamiz tugabdi.